Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pasportni ID kartaga almashtirish kimlarga tegishli? Ayniqsa pensionerlar nima qilishi kerak? Muddati o'tgan pasport bilan yurish qanday muammolarga olib keladi va qaysi holatlarda shoshilmaslik ham mumkin? Bu mavzu har bir oilaga tegishli, chunki uyimizda albatta ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, pensiya olayotgan yaqinlarimiz bor. Birgina hujjatdagi xato yoki muddatni o'tkazib yuborish pensiya, bank kartasi, notarius, davolanish, subsidiya, meros, uy-joy hujjatlari kabi masalalarda katta to'siq bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Kimlar ID kartaga o'tadi? Kimlar hozircha xavotir olmasa bo'ladi? Pensionerlar qanday tartibda murojaat qiladi? Qayerga boradi? Qancha vaqt oladi? Nimalarga e'tibor berish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar sizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'ladi. Oldin ko'pchiligimizda eski nomidagi fuqarolik pasporti bor edi. Odamlar shu pasport bilan bankka borardi, pensiya olardi, uy-joy oldi-sotdi qilardi, notariusga kirardi, telefon raqam rasmiylashtirardi, poliklinikaga yozilardi. Pasport ichida propiska, ya'ni doimiy yashash manzili haqidagi muhrlar bo'lardi. Kimning qayerda ro'yxatda turgani, oilaviy holati, ayrim hollarda harbiy majburiyatga oid belgilar kabi ma'lumotlar qog'oz pasportda ko'rinib turardi. Endi tizim bosqichma-bosqich ID kartaga o'tdi. ID karta bu plastik shakldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari elektron tizim orqali tekshiriladi. Ya'ni hamma ma'lumotni qog'oz pasport ichida muhr bilan ko'rsatish shart emas. Ko'p narsa davlat bazalarida saqlanadi. Bu nimani anglatadi? Endi ko'plab idoralarda sizdan eski pasport emas, amaldagi ID karta so'ralishi mumkin. Ayniqsa pasport muddati tugagan bo'lsa, hujjat yaroqsiz holga kelgan bo'lsa yoki ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa, sizni ID kartaga o'tkazishadi. Ko'pchilik shu joyda adashadi. Men pensionerman, menga tegmaydi deb o'ylaydi. Ba'zilar esa aksincha, hamma pensioner ertaga borib pasportini almashtirishi shart ekan deb vahimaga tushadi. Men bu ikki fikrning ham noto'g'ri tomonlarini tushuntiraman. Masala shundaki, ID kartaga o'tish tartibi fuqaroning yoshiga emas, asosan hujjatning amaldagi holatiga, muddati tugamaganiga, shaxsiy ma'lumotlar o'zgarmaganiga, hujjat yo'qolgan yoki yaroqsiz bo'lganiga, hamda qonunchilikda belgilangan almashtirish asoslariga bog'liq. Asosiy qism 1. Kimlar bilishi kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar shoshilmasa bo'ladi? Birinchi holat, pasport muddati tugagan bo'lsa. Agar sizning eski pasportingiz amal qilish muddatini tugatgan bo'lsa, uni ishlatib yurish xavfli. Masalan, 1958 yilda tug'ilgan otaxonning pasporti bir necha yil oldin berilgan, lekin amal qilish muddati tugab qolgan. U bankka borib pensiya kartasini yangilamoqchi bo'ladi. Bank xodimi hujjat muddati tugaganini ko'rib, operatsiyani bajarmasligi mumkin. Chunki bank shaxsni amaldagi hujjat orqali tasdiqlashi kerak. Natijada otaxon pensiyasini olishda kechikadi. Yana migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga borishga majbur bo'ladi. Ikkinchi holat, hujjat yaroqsiz bo'lib qolgan bo'lsa. Ayrim pensionerlarning pasporti yillar davomida ishlatilgani uchun varaqlari yirtilgan, rasm qismi eskirgan, muhrlar o'chaqan, suv tekkan, yozuvlar ko'rinmay qolgan bo'ladi. Bunday hujjat bilan notariusga borsangiz, notarius shaxsni aniq tasdiqlay olmasa, hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Misol uchun, 72 yoshli onaxon nevarasiga uyini hadya qilmoqchi. Notarius pasportdagi rasm va yozuvlar aniq emasligini ko'rdi. Onaxon: "Men shu pasport bilan 20 yildan beri yuribman" desa ham, notarius qonun bo'yicha ehtiyotkor bo'ladi. Chunki keyin hujjat ustidan nizo chiqsa, javobgarlik masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun bunday vaziyatda ID kartaga almashtirish zarur bo'ladi. Uchinchi holat, ism, familiya, otasining ismi yoki tug'ilgan sana bo'yicha ma'lumotlarda farq bo'lsa. Bu ayniqsa katta yoshdagilarda ko'p uchraydi. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasida muhabbat deb yozilgan, pasportda esa muhabbat bo'lib ketgan, yoki Abdurahmon bir joyda Abdurahmon deb yozilgan. Yillar davomida odam bunga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya jamg'armasi, bank, kadastr, notarius, sud, meros ishlari, tibbiy sug'urta yoki ijtimoiy yordam tizimida ma'lumotlar solishtirilganda farq chiqadi. Bu farq kichik ko'rinsa ham amalda katta to'siq bo'ladi. Bunday holatda shaxsiy ma'lumotlarni to'g'lash, FHD yo'q hujjatlari bilan moslashtirish, keyin ID karta olish kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi holat, pasport yo'qolgan bo'lsa.
Katta yoshli odamlar bozorga, poliklinikaga, bankka borganda hujjatini yo'qotib qo'yishi mumkin. Ba'zida uyda qayergadir qo'yib topolmay qoladi. Ertaga toplar deb o'ylar davomida kutish noto'g'ri. Chunki hujjat yo'qolsa, u yomon niyatli odam qo'liga tushishi mumkin. Kimdir undan foydalanib, turli firibgarlik harakatlar qilishga urinishi ehtimoli bor. Hujjat yo'qolganda belgilangan tartibda murojaat qilib, yangi ID karta olish kerak. Kerak bo'lsa yo'qolganligi haqida ariza beriladi. 5-holat. Chet elga chiqish yoki qaytish masalasi. Bu yerda muhim farq bor. ID karta ichki foydalanish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Chet elga chiqish uchun biometrik xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi pensionerlar ID karta olsam, Rossiyaga yoki Qozog'iston ketaveramanmi deb so'raydi. Men buni alohida ta'kidlayman. Ichki ID karta va xorijga chiqish pasporti bir xil narsa emas. Agar siz farzandingiznikiga chet elga borishni reja qilayotgan bo'lsangiz, alohida xorijga chiqish pasporti masalasini ham tekshiring. ID karta esa O'zbekiston ichida bank, davlat idoralari, tibbiyot, notarius, pensiya, kadastr kabi jarayonlarda kerak bo'ladi. Endi kimlar shoshilmasa bo'ladi. Agar sizning pasportingiz amalda, muddat tugamagan, yaroqli holatda, ma'lumotlaringiz to'g'ri, hech qayerda muammo chiqmayapti. Qonunchilikda belgilangan majburiy almashtirish muddati sizga kelmagan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin umuman e'tibor bermayman deyish ham to'g'ri emas. Men har bir pensionerga yoki pensionerning farzandlariga kamida pasportning amal qilish muddatini, familiya ism yozilishini, tug'ilgan sanani, yashash manzili ro'yxatini, pensiya hujjatlari bilan mosligini tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Misol keltiraman. Olimteksi yoshli ayolning pasporti amalda 2027 yilgacha muddati bor. U har oy pensiyasini kartadan oladi. Bankda muammo yo'q, notarius ishi yo'q. Uy joy hujjatlari joyida. Bunday ayol ertaga tongda yugurib pasport almashtirishga majbur emas. Lekin u 2027 yil yaqinlashganda oldindan reja qilishi kerak. Chunki hamma odam bir kunda murojaat qilsa, navbat ko'payadi, tizim band bo'ladi. Odamlar ovora bo'ladi. Yana bir misol, 25 yoshli otaxonning pasport muddati tugagan, lekin u men uyda o'tiraman, hech qayerga bormayman deydi. Bir kuni bank kartasi bloklanadi yoki qayta identifikatsiya so'raladi. Farzandi bankka olib boradi. Bank esa amaldagi hujjat so'raydi. Shunda otaxon bir kunda ham bank, ham migratsiya bo'limi, ham to'lov, ham fotosurat, ham navbat bilan ovora bo'ladi. Agar buni oldinroq hal qilganida pensiya olishda uzilish bo'lmasdi. Birinchi nozik masala doimiy yashash manzili. Eski pasportda propiska muhrini ko'rib turardingiz. ID kartada esa hamma muhrlar ko'rinmaydi. Ma'lumotlar elektron bazadan chiqadi. Shuning uchun ayrim pensionerlar ID kartada propiskam yozilmagan ekan, endi propiskam yo'q bo'lib qoldimi deb xavotir oladi. Yo'q, bunday emas. Doimiy yashash ro'yxati alohida elektron tizimda yuritiladi. Ammo sizning yashash manzilingiz bazada to'g'ri ko'rsatilgani juda muhim. Chunki pensiya tayinlash, poliklinikaga biriktirish, mahalladan yordam olish, subsidiyalar, ijtimoiy nafaqa, kadastr va boshqa xizmatlarda manzil ma'lumoti kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik masala, pensiya to'xtab qoladimi? Ko'pchilik qo'rqadi. Pasportimni almashtirsam, pensiyam to'xtab qolmasmikan? Odatda hujjatni yangilashning o'zi pensiyani to'xtatish uchun sabab bo'lmaydi. Lekin ma'lumotlaringiz tizimlarda mos kelmasa, bank yoki pensiya bo'limi qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Masalan, eski pasportda familiya Karimova. Yangi hujjatda Karimova emas, FHDYO bo'yicha Karimova deb chiqib qolsa, tizim identifikatsiyada adashishi mumkin. Shuning uchun hujjat olishdan oldin va olgandan keyin barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshirish zarur. Uchinchi nozik masala, juda keksalar, nogironligi borlar yoki yura olmaydiganlar. Hayotda shunday holatlar bor. Odam baqidan 5 yoshda yotib qolgan, mustaqil bora olmaydi. Bunday vaziyatda farzandlari yoki qonuniy vakillari tegishli bo'limga murojaat qilib, qanday tartibda rasmiylashtirish mumkinligini aniqlash kerak. Ba'zi holatlarda vakillik, notarial ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma yoki mas'ul xodimning joyiga chiqishi masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda aniq bir xil qoida hamma joyda bir xil qo'llanadi deb aytmayman. Chunki amaliy tartib hudud va vaziyatga qarab aniqlashtiriladi. Lekin eng katta xato bu onam yura olmaydi, demak hujjatsiz qolaveradi deb tashlab qo'yish. Hujjatsiz qolish keyin davolanish, pensiya, meros, bank, ijtimoiy yordamda muammo tug'diradi. 4-nozik masala. Qarindoshlaring men bo'ri bo'lib kelaman degani. ID karta shaxsni tasdiqlovchi
muhim hujjat bo'lgani uchun ko'p jarayonlarda fuqaroning o'zi ishtirok etishi talab qilinadi. Biometrik ma'lumot suratga olish, shaxsni aniqlash, imzo yoki tasdiqlash jarayonlari bor. Farzandlar yordam berishi mumkin, navbatga yozishi mumkin, hujjatlarni tayyorlashi mumkin, to'lovni amalga oshirishi mumkin. Lekin otamning o'rniga men kirib rasmga tushaman degan narsa bo'lmaydi. Agar odam bora olmasa, aynan shu holat bo'yicha alohida tartibni so'rash kerak. 5-nozik masala firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pasportingizni tezda ID kartaga almashtirib beraman, navbatsiz qilaman, qo'shimcha pul bering deydigan odamlar uchrashi mumkin. Ayniqsa pensionerlar bunday gaplarga ishonib qolishi oson. Men qat'iy aytaman, hujjat masalasida faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi orqali ish qiling. To'lov bo'lsa, rasmiy kvitansiya, rasmiy rekvizit, rasmiy tizim orqali bo'lsin. Pasportingizni begona odamga berib yubormang. Telefon orqali kelgan hujjatingiz blok bo'ladi. Karta raqamingizni ayting degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. ID karta almashtirish uchun bank kartangizning SMS kodi hech kimga kerak emas. 6-nozik masala. Eski pasport bilan ID karta o'rtasidagi davr. Ariza topshirilgandan keyin yangi hujjat tayyor bo'lishi uchun ma'lum vaqt ketadi. Shu davrda sizga vaqtinchalik ma'lumotnoma yoki ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar siz aynan shu kunlarda bankdan katta pul olmoqchi bo'lsangiz, notarius bitimi qilmoqchi bo'lsangiz, shifoxonaga yotmoqchi bo'lsangiz, muddatni oldindan rejalashtiring. Hujjat almashtirishni muhim ishning aynan bir kun oldiniga qoldirmang. Chunki kichik kechikish ham katta rejani buzadi. 7-nozik masala. Ma'lumotni olganda darhol tekshirish. ID karta tayyor bo'lgach, bo'ldi oldim deb cho'ntakka solmang. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami, hujjat raqami berilgan sana. Amal qilish muddati kabi ma'lumotlarni tekshiring. Agar xato ko'rsangiz, o'sha zahoti ayting. Keyin uyga borib, bankka borib, notariusga borib xato aniqlansa, yana qaytib kelishga to'g'ri keladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: hozir uyda pasportingizni yoki ota-onangizning pasportini olib tekshiring. Amal qilish muddati qachongacha? Rasm aniqmi? Varaqlar yirtilmaganmi? Ism, familiya, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya hujjatlari. Bank ma'lumotlari bilan mosmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Agar biror joyda shubha bo'lsa, uni yozib qo'ying. Ikkinchi qadam: yashash joyingiz bo'yicha qaysi idoraga murojaat qilish kerakligini aniqlang. Odatda bunday masalalar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlari orqali hal qilinadi. Hududingizdagi tartibni oldindan telefon orqali yoki rasmiy manbalardan tekshirib oling. Navbat tizimi bo'lsa, oldindan navbat oling. Pensioner odamni ertalabdan kechgacha navbatda qiynamaslik uchun farzandlar shu tashkiliy ishlarni qilib bersa juda yaxshi. 3-qadam: kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda amaldagi pasport, ariza, to'lov hujjati, kerak bo'lsa FDI hujjatlari, nikoh yoki ajrashganlik haqidagi guvohnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, yashashan manzili bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi bo'yicha ariza va belgilangan tartibdagi tushuntirish so'ralishi mumkin. Agar ma'lumotlarda farq bo'lsa, buni isbotlaydigan hujjatlarni oldindan to'plang. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasi, sud qarori, FDI ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. 4-qadam: to'lov masalasini rasmiy qiling. Davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Uning miqdori vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men aniq bir summa aytib, sizni chalg'itmayman. Eng to'g'risi, murojaat qilayotgan idorangizdan hozirgi to'lov miqdorini so'rang. To'lovni faqat rasmiy kassaga, bank ilovasi orqali rasmiy rekvizitga yoki ko'rsatilgan qonuniy usulda qiling. Menga naqd bering, o'zim hal qilaman degan begona vositachilardan yiroq bo'ling. 5-qadam: ariza topshirayotganda barcha ma'lumotlarni ovoz chiqarib tekshiring. Xodim kiritgan ma'lumotlarda bitta harf xato bo'lsa ham, keyin bank tizimida muammo paydo bo'lishi mumkin. Masalan, O'g'loy ismi O'g'loy bo'lib qolsa yoki tug'ilgan sana 1902 yil 3 mart o'rniga 1902 yil 13 mart bo'lib ketsa, bu oddiy xato emas. Bunday xatolar meros, pensiya, kadastr, bank, shifoxona tizimlarida odamni ovora qiladi. Shuning uchun pensionerning ko'zi yaxshi ko'rmasa, yonida farzand yoki ishonchli yaqini bo'lsin. 6-qadam: hujjat tayyor bo'lgach, uni olishni cho'zib yubormang. Ba'zi odamlar ariza beradi, keyin ertaga boraman, indinga boraman deb yuradi.
Hujjat tayyor bo'lsa, borib oling. Tekshiring, xavfsiz joyga qo'ying. Eski pasport qaytariladimi yoki belgilangan tartibda olib qolinadimi? Buni xodimdan aniq so'rang. Eski hujjatdagi ma'lumotlar sizga kerak bo'lsa, masalan, eski vizalar, muhrlar, tarixiy ma'lumotlar, ularning nusxasini oldindan olib qo'yish foydali bo'lishi mumkin. 7-qadam. ID karta olgandan keyin bank va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshiring. Agar pensiya kartangiz bo'lsa, bankka murojaat qilib. Shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshiring. Agar telefon raqamingiz bankka ulangan bo'lsa, raqam o'zingizniki yoki ishonchli farzandingizniki ekanini aniqlang. Pensionerlar orasida ko'p uchraydigan muammo. Bank SMSlari begona raqamga ketadi. Keyin karta bilan muammo bo'ladi. Hujjat yangilangan paytda shu ishlarni ham tartibga solib qo'yish yaxshi. 8-qadam. Hujjat nusxalarini ehtiyotkorlik bilan saqlang. ID kartaning old-orqa nusxasini har kimga yuboravermang. Telegram orqali rasmini tashlab yuboring degan odamga ishonmang. Agar davlat idorasi yoki bank talab qilsa, rasmiy kanal orqali bering. Firibgarlar odamning hujjat rasmi, karta raqami va SMS kodini qo'lga kiritib, turli zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar farzandlariga aytish kerak. Mening hujjatimni hech kimga jo'natmang, avval tekshiring. Yana bir amaliy tavsiya. Agar oilangizda bir nechta pensioner bo'lsa, masalan, ota-onangiz, qaynota-qaynonangiz, buvi bobongiz hammasining hujjatini bir kunda tekshirib chiqing. Jadval tuzing. Kimning pasport muddati qachon tugaydi? Kimning hujjati yaroqsiz? Kimga shoshilinch kerak? Kimniki keyinroq? Shunda vahima bo'lmaydi. Masalan, otangizning pasport muddati 2 oyda tugaydi, onangizniki 2 yildan keyin, buvingizniki esa allaqachon tugagan. Demak, birinchi navbatda buvingizniki. Keyin otangizniki, onangizniki esa reja asosida keyinroq qilasiz. Pensionerlar uchun yana muhim masala sog'liq. Idoraga borishdan oldin qon bosimi, dori-darmon, ovqatlanish, transportni hisobga oling. Keksa odamni issiqda yoki sovuqda uzoq navbatda qoldirmang. Imkon bo'lsa ertalabroq boring, suv olib oling, kerakli dorilar yonida bo'lsin. Bu hujjat masalasi oddiy ko'rinsa ham, katta yoshli odam uchun jismoniy charchoq bo'lishi mumkin. Farzandlar bu masalada befarq bo'lmasligi kerak. Xulosa qilib aytaman, pensionerlar ID kartaga o'tish masalasida vahimaga tushmasligi kerak, lekin beparvo ham bo'lmasligi kerak. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, hujjat yaroqsiz bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, ma'lumotlarda xato bo'lsa yoki muhim davlat, bank, notarial ishlar oldinda turgan bo'lsa, ID kartaga almashtirishni kechiktirmang. Agar pasportingiz amalda va muammosiz bo'lsa, baribir muddatini tekshirib, oldindan reja qiling. Eng muhim qo'yda rasmiy idoralarga murojaat qiling. Hujjatdagi har bir harfni tekshiring. Firibgarlarga ishonmang. Pensioner yaqinlaringizni yolg'iz qoldirmang. Bir dona hujjat o'z vaqtida yangilansa, pensiya, bank, tibbiyot, meros, uy-joy va boshqa ko'plab masalalarda kelajakdagi ovora bo'lishning oldi olinadi. Sizning oilangizda pasportni ID kartaga almashtirish bo'yicha muammo bo'lganmi? Pensioner ota-onangizning hujjat muddatini tekshirdingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men ko'pchilikka foydali bo'ladigan savollarga alohida javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, mahalladagi pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga katta muammodan qutulib qolishi mumkin.